Andijon tuman Zilyo'lmonsda hamma biladi. Paxtachilik instituti esa butun O'zbekiston biladi. Shu yerda orqasida bilasizlar, yangi domlar tushgan 5 etajlik 17-dom, 4-qavat, 19-xonadonni sotuvini e'lon qilamiz. Xonamiz 2 xonadan iborat. Oshxonasi lekin juda ham keng holatda ekan. Videoda ko'rib o'tasizlar. Remontlari tayyor, kirib yashashga. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Oshxona jihoziga mebelchi ustaga pul berib qo'ygan ekan, juma kuni qilib beraman degan ekan. Qaysi jumaligini aytmagan ekan. Sizlarda ham shunaqa tanishinglar bo'lsa, mebelchilarga jo'natib qo'yamiz, lekin tayyor mebeli bilan qilib beradi. 94 damaslar mana shu yerdan o'tadi, ko'rib turganingizdek. Mana hozir ham o'tib ketdi. Bemalol marshrutni masalasida muammo yo'q. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, 14.300 $ qo'yilgan, oylik to'lovi 2.400.000 dan har oy chiqadi. 18 oyligi to'langan. Egasini o'zini pastda nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar. Telegram kanalimizda lokatsiya qoldiramiz. Premium uylarga obuna bo'lib qo'yamiz.